mana sanga. Dada, nima qilibsiz? Taysiz so'qqigan uni menga. Ey, seni bu boksyorliging bilan bironta kuchuk ham olmaydi. Dada, men ularga tegmayman, men chempion bo'laman. Ey, sen chempion bo'lganing bilan na kir yuvishni bilasan, na ovqat pishirishni bilasan, na non pishirishni bilasan. Bachchalarga ham qaray olmaysan. Hozir darazadan kim kirib kelsa, o'shanga beraman. Hey, biron kishi bormi? Zira olib kelim, zira sotaman. Zirachi uka uylanganmisan? Yo'q, olam. Menga qara, bitta qizim bor. Shunga uylanasanmi? Uylanish. Qizga uylansam nima qilib berasiz? Qizimga uylansang, mana shu jentrani beraman. Yanachi. Ana bu uchastkani ko'ribsanmi? 15 gektar. Molim ham joyim ham saniki. Endi rozimisan? Roziman dadajon. O'g'lim. Dada, nimalar qilibsiz? To'xtang, ola buni qo'ldan birov ish keladimi o'zi? Dadajon, nimalar deyaptilar qizingiz? Yigit kishiga 40 hunar ham oz. Yashang o'g'lim. Hunarlaringizni ko'rsating. Men kir yuvishni bilaman. Qizim ko'ribsanmi? Kir yuvishni bilar ekan. Endi umuman kir yuvmaysan. Bir ko'raylik qani yana nima hunarlari bor. Men sigir so'qishni ham bilaman. To'xta. Bular bu qachalar. Boshqa hunaringizni ko'rsating. Men uni ham bilaman. Qizim ko'ribsanmi? Qo'li ekan. Issiqqina non pishirdi. Undan tashqari bacha. To'xtang. Bu ishni siz qila olmaysiz. Qizim o'zi qiladi. Siz tushunmadingiz dadajon. Men bacha katta qilaman demoqchi edim. Qizim rozimisan? Hay, bu shunday bachaga rozi bo'lmasam, kimga rozi bo'laman? Nima dedingizlar, qizlar?